Trakchilar bu hududga borishga qo'rqishadi, hattoki milliga $10 to'lashsa. Kolorado, tog'lar va balandlik sinovi. Xo'p, nima uchun og'ir? Rocky Mountain uzun va tikka ko'tarilish bor. Qishda doim qor, Black Ice, bo'ron. A70 ga keladigan bo'lsak, Eisenhower tunneli eng qiyin trassalardan biri. Balandlikda dvigatel kuchi pasayib ketadi. Tormozlar tez qiziydi. Trakkerlar bundan qo'rqadi, chunki brake failure bo'ladi, ya'ni tormoz ishdan chiqadi. Chain lowga keladigan bo'lsak, qish payti agar zanjir taqmasdan yuradigan bo'lsangiz, katta jarimaga tushasiz. Ikkinchisi esa Montana, uzoqlik va yolg'izlik. Nima uchun og'ir bu yerda? Juda uzoq masofa. Shaharlar orasida yolg'iz yuzlab kilometr yuradi. Kuchli shamollar, ayniqsa trailersiz empty bo'ladigan bo'lsa. Aloqa yo'q, ko'p joylarda muammo. Ya'ni nimadan? Yordam kechikadi. Yoqilg'i va trakstoplar kam. Tunda yovvoyi hayvonlar, bug'a ayiqlar yo'llarga ham chiqadi. Eng dahshatlisi va hamma ham bora olmaydigani bu Alaska. -40 gradusdan -55 gradusgacha sovuq. Yo'llar esa muzlab qolgan daryo va ko'llar ustidan o'tadi. Muz yorilib ketishi mumkin. Agar trak cho'ksa, qutqaruv deyarli yo'q. Texnika esa ishdan tez chiqadi. Yoqilg'i muzliydi. Odam yashamaydigan hududlar. Alaska trak drayverlar o'limdan qo'rqadi, lekin ishda baribir ish qilishadi, chunki haqiqiy risk katta pul degan. Agar sizga ham logistika haqida so'nggi ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu video tagiga 7 son yozib qoldiring. Men sizga Telegram kanalimga yuborib qo'yaman.